O'rtoqlar hammaga salom, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy rasxat qildirmoqchi bo'lganlar WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bugun o'rtoqlik kartangiz savolim ko'plarni savoliga binoan Aida opa nimaga ish yo'llarim yokida baxt yo'llarim yopiq, shuni ham ko'rib bering deganlarni gaplarini inobatga olgan holatda men umuman boshqa sferada kartamni oldim. Men hozir endi o'zbekchasiga perevod qilsam, ajdodlar ruhidan maslahatlar deb chiqdi. Kim tushungan bo'lsa tushundi, tushunmagan bo'lsa ming bor uzr. Endi perevodda shunday so'z chiqdi-da. Men buni ruschasini ham o'zbekchasi ham hayolimga kelmagani uchun meni podpiskamda ba'zi birlar turkcha biladi, ba'zilar umuman bilmaydi. Shuning uchun o'zbek deyapman. Ajdodlar ruhidan maslahat deb chiqdi. Umarim to'g'ri perevod qilgan. Tak, ketdik o'rtoqlar. Yaxshilab video yoqishdan oldin kartani alishtirganman, chunki videoyim tez o'chib qoladi-da nimagadir. Chunki men TikTokda olaman, o'zi o'chib qoladi vaqtda. Tak o'rtoqlar, yana savol qaytaraman. 3 ta variant tashladim. Hozir ko'rsataman. O'rtoqlar 3 ta karta tashladim. Qaysi biri ko'zingizga iliq tashlangan bo'lsa, o'shani tanlaysizlar har doimgidek. Tak, o'rtoqlar, birinchi karta tanlaganlar, ketdik. Birinchi karta maslahati. Maslahati aytayaptiki, o'rtoqlar, nimaga baxt yo'lingiz yokida ish yo'lingiz yopiq. Bu ko'proq ish chiqmadi, baxt yo'lingizga ko'proq maslahat chiqyapti. Baxtingiz o'rtoqlar 2026 va 2027-yillarda turmushga chiqish xohlaganlar yokida ikkinchi o'sha juftini partnyori chiqishi xohlaganlar bu 2 yil ichida chiqmaydi deyapti. Lekin maslahat beryaptiki, bilasizmi bu karta nima deyapti? Ozgina o'zingiz ustida ishla deyapti. Balki proshloy anaqangizdan hayotingizdan balki ko'p zarba yegansiz, balki ko'p xiyonatga uchragansiz, balki qandaydir adolatsizliklar ko'p bo'lganda va siz o'zingiz hali ham yaralangan qushsiz. O'sha yaralangan qush bo'lganingiz uchun siz hali ruhan fizически tayyor bo'lsangiz ham ruhan tayyor emassiz-da deyapti. Siz oldin o'zingiz ustida ishlang, o'zingizni yangi отношениyaga tayyorlang. Ana o'shandagina siz o'sha baxtingiz insoni chiqishi mumkin yokida o'sha partnyoringiz chiqishi mumkin. Ungacha lekin 2 yilcha hech qanday bir серьезный отношениyaga kirasan demayapti. Tak, ikkinchi kartamiz o'rtoqlar. Ikkinchi kartamizni tanlaganlar